deb aytyapman. Otabek Shukurov. Otabek bor. Jamoa sardori. Doim bor. Sardorlik bog'ichini aynan u qabul qilib olgan. Yangi sardorlar o'zi maydonda, ya'ni keyin chiqib turib sardorlik bog'ichini taqib olishdi. Salomon Randon hamda Otabek Shukurov. Qirg'izistonlik hakam kichik qur'a tashlash jarayonini o'tkazib olmoqda. Birinchi bo'lib Ikkinchi tepa Venesuela tepar ekan. Shu birinchi tepsak yaxshi edi, mayli. Abduvahid Ne'matovga shunaqa penaltilar seriyasi nasib etyapti. Va menimcha hozir tepada ham Ne'matov. Boya murabbiylardan biri biroz bosim yo'q tabassum bilan qarshi oldi. Shunaqa ham qilish kerak. Husanov doim pozitiv, doim kulib yuradi. Abduvahid 3 ta penaltini qaytarib tashladi. Jamoa darvozabonlari chaqirildi. Qoidalar yana bir bor eslatib o'tildi. Jose Contreras o'yinning eng yaxshi futbolchilaridan biri. Jose Contreras o'yinda bir necha super sevlarni amalga oshirdi. Ayniqsa o'sha yuzi bilan amalga oshirgan seyvi hozir xalaq qiladi deb umid qilamiz. Zarba natijasida Birinchi bo'lib turib Venesuela terma jamoasi futbolchisi tepada. Mana shu penaltilar seriyasining bosimli yo'qligi jahon chempionati shukuhida. Ha. Hech narsa yo'qotilmaydi degan. Rondon to'pning oldida Salomon hozir deyapti. Abduvahid esa qaytaraman deyapti. Va 1-0 Venesuela oldinda. Ha, Ne'matov boshqa tomonga tashlandi, Salomon Randon esa boshqa tomonga zarba yo'lladi. Tajriba o'z so'zini aytdi. Otabek Shukurov kelsa kerak birinchi. Ha, menimcha shunday. Jamoa sardori zarba yo'lladi Venesuelada ham. Bizda ham Otabek Shukurov menimcha mas'uliyatni o'z zimmasiga olsa kerak. Yo'q, Iskandarov ekan. Iskandarov. Chap oyoqda tepadigan futbolchimiz boshlab berishi. Lekin Neftchida penaltilarni u ijro etadi. Bunga ishonamiz. Biroz hayajonli. Birinchi bo'lib gol o'tkazib yuborganimiz ayniqsa o'zi aytgan shekilli men boshlab beraman degan. Xo'sh. Zarba va gol. Biroz qaltis ammo lekin sovuqqon zarba bo'ldi. Burchakka aniq. Qo'rqib turgandim. Jose Contreras yana yo'nalishni topib, o'zi o'yin mobaynida ishlatdi-ku, olmos ekan bu darvozabonni. Shunaqa yana to'pni egallab olishdan qo'rqdim. Olmas ekanda. Olmas ekan. Shunaqa olmas bo'laversin. Bizga takroriy lavha namoyish etilyapti. Hayron bo'lmang, 2-1 hisobida oldinga chiqib olmadik. Va endi Ne'matov katta sahnaga chiqishi kerak. Yoki mana bu futbolchi noaniq zarba yo'llashi kerak. Luis Gonzales zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi. Qaytaradi Abduvahid. Yoki To'sin. Hop. Yo'nalishni topdi. Ammo yeta olmadi. Luis Gonzales ham kuchli zarba yo'llagan ekan, xuddi Iskandarov kabi. Teparmikan o'zi? Boya aytildi. Ha, boya 2 raqamni ko'rsatayotgandi. Sheriklardan biriga berdi. Hop, sal qolibdi. Biz ham wow deb baribir ikkinchi bo'lib tepish biroz bosim yuklaydi.
Xayrullo aka, boya aytdingiz-ku, birinchi bo'lib tepganimiz ma'qulroq edi deb. Chunki hisobda ortda boryapmiz hozir. Lekin vaziyatni o'nglashimiz mumkin. Sherzod Temirov. Temirov kuchli zarba yo'llamoqchi. Hop, Wow! darvozabonni bu tomonga ag'dardi. Olmasni Olmas ekan o'zi. qaytara olmas. Doim kulib turadigan Abduqodir Husanov, O'rozov kayfiyat yomon emas, lekin biroz hayajon sezilyapti. Qattiq tepadigandek keldi. Ha, shunaqa tuyulgandi menga ham. Endi Iroq chempionatini yondiryapti Temirov, ancha tajriba to'plab qo'ydi. Bejiz terma jamoa libosida harakat qilmayapti bu futbolchimiz. Va endi Jamoaning eng zo'r futbolchilaridan biri. Ne'matov katta sahnaga chiqish kerak. Bu eng zo'r futbolchisi emas. Sosa Carlos. Sosa. Sosa. Chapaqay. Sosa. Sosa. Bilardik. Yasha. Senda shu qaytarish asosi borligini bilardik. Sosan teskarisi asosi. Ne'matovdan chiroyli seyv. Abduvohid baribir chiziqdan chiqib ketmadimi? Seriyada o'z Yo'q, so'zini aytadi. joyida. Yo'q, joyida. Barchasi joyida. Sosa Carlos. Endi esa Ashurmatov. Ashurmatov rosa gol urmoqchi bo'ldi. Goldan qaytadi. Va qahramon ham bo'lishi mumkin. Burilish nuqtasida turibdi. Ruhiy ustunlik biz tomonga o'tdi. Ashurmatovga nisbatan bosim kamroq. Ikkinchi bo'lib tepishni yaxshi tomonlari ham bor. Albatta. Jose Contrerasga qarshi Rustam Ashurmatov. Tanishtiramiz uni. O'zini ham tanishtirib qo'yadi hozir menimcha darvozabonga, Barselona darvozaboniga. Ashurmatov zarba! Ham o'sha tomondan tepyapti va bu menimcha murabbiyning ko'rsatmasi. O'ngga teplaring, shu o'ng bilan boshlasalarning ishlaring yurishadi deb undan o'ng qo'yoq bilan chiqish kerak deydi. Va Contreras bu safar ham olmas. O'zidan o'ng tomonga tashlandi. Ashurmatov o'zidan o'ng tomonga zarba yo'lladi. Bittasida darvozabon otildi, lekin ikkitasida boshqa tomonga yo'naldi. Ne'mat ustunlik paydo bo'ldi hozir. Va qaytardi. Va mana bu hujumchiga tep olmasa va ruhiy bosim ham o'tkazdi. Hozir Ne'matov oldinga chiqib, 5 raqamli futbolchiga qarshi chiqyapti hozir. Teo Quintero. Ular chap tomonga tepyapti-yu. Ne'matov bilyapti. Abduvohid. Hopala. Juda kuchli tepdi. Teo juda kuchli tepdi. Lekin Abduvohid yana topdi. Yo'nalish topganda foydasi yo'q edi. Ammo bu xavfli. Biroz yuqoriroqqa tashlanganida ehtimoli ham bor ekan. Zarba ham juda kuchli edi. Mana endi jamoa sardori Otabek Shukurov. Gol so'rashyapti muxlislar. Gol ursa keyingi zarbani kutamiz. Hal qiluvchi bo'ladi. Va Abduvohid qahramon bo'lishi bir yoqimli his bo'ladi. Jamoa lideri Shukurov. Jose Contreras unga qarshi Otabek Shukurov zarba va gol! Ajoyib. Hamma shu tomonga. 10. Duo qildi. Yaxshi ham mana bu o'yindagi olmos Yaxshi. Taraflarda o'zi o'yin bor. Kanavaran turishi. Sovuqqon. Darvozabon hozir alam qilsa kerak. O'zi ham qo'lini orasidan o'tkazib boribdi-da. Otabek ham 1 soniyaga hayajondan o'ylanib qoldi. Bitta penaltisiga ham o'xshadi hali, o'ylanib qo'ygan. Ko'p birlashgan odamlar. Sharhlaganni yuzlab qolganim bor. 5. Mana bunisini qaytarsa, Segoviyaniki qaytaradi. Inter Miami vakilligi qaytarsa, FIFA Series chempioniga aylanamiz. Zarba! Hammasi yaxshi debdi, lekin qolganlar. Endi yakunni gol urib qo'ygan yaxshi o'zi. 3 sanib kelsin.
Ne'matov asablar jangida deb o'ylaysan. va Segovia ham o'sha o'ng tomonga zarba yo'llashni ma'qul ko'ribdi. Akmal Mazgovoy zarba yo'llaydi. Face to face da ishtirok etmoqchi. Xose Contreras oldinga chiqib unga biroz bosim o'tkazishga harakat qilib ko'rdi. Oxirgi umidida va terma jamoamiz aql markaziga topshirilyapti. Akmal Mazgovoy. Ha, Akmal gol! Bitta chapga tepdi va shu bilan tugadi o'yin. Va biz yana bir turnirning g'olibiga aylanyapmiz. Juda ham aqlli zarbalar. Va vaqti kelib quchoqlayotgani ham to'g'ri. Chunki bitta save eng asosiy masalani hal qildi. FIFA Series turniri g'olibiga aylanmoqda. Olib chiqlaring servislaring. Mana Fabio Cannavaro tabassum bilan qarshi olyapti bu vaziyatni. Jahon chempionatiga chiqqan jamoa FIFA reytingida ham Venesuelani ortda qoldirajak. Penaltilar seriyasida biz ikkita turnir yutyapmiz. Bu endi jiddiy qadam. Guruhiy masalada ancha oldinga siljiganimizni, katta qadamlar tashlaganimizni ko'rsatadi. Reytingda o'zimizdan yuqoridagi jamoani yutganimizni bildiradi. Abduvohid Ne'matov o'yinda bitta qo'pol xatoga yo'l qo'ygan edi, ammo keyin mana penaltilar seriyasida qahramonga aylanib ketyapti. Salomon Rondon hamda Fabio Cannavaro o'zaro suhbatlashmoqda. O'zi seriyada yakunida qahramonga aylangan yaxshi, masalan, Xose Contreras o'yinda qahramonga aylanmoqchi edi. Olmosga aylanganda penaltilar seriyasida esa Olmosning tog'idan olib kelindi. Harakat qildi lekin. Darvozabon harakat qildi, ammo bu tomonga qarab bu tarafga zarba yo'llabdi. Ko'z bilan ham yo'q, buni ham bu tomonga bersa gol bo'lar ekan o'zi. Bu tomon Contreras qulolmay chiqadi. 5 ta dabdala bo'ladi. Contreras nahot biror marta ham shu tomonga tashlanmasam deb qulolmay chiqardi. Unga uyqu berish variantini tanladi Akmal Mazgovoy. Jahongir O'rozov, Alisher Odilov, Behruz Karimov kabi, Sherzod Temirov kabi yangi nomlarni ham terma jamoamizga taqdim etyapti mana shu FIFA Series turniri. Ha, ular ba'zilari avval ham o'yin o'tkazgan terma jamoamizda, ammo o'zlarini mundialga yaqin yana bir bor murabbiyga ko'rsata olishdi. Fabio Cannavaroga Bunyodkor stadioni ham bizga omadli kelishni boshladi. Ha. Bu safar ham o'z o'yinda ham yaxshiroq o'ynagandi O'zbekiston. Endi balkim har kimniki o'ziga oq ko'rinadi, ko'ziga bo'layotgan. Lekin rostdan ham oqda, libosimiz ham oq. O'z maqolda oy. Ha, oymidi. Ha, moslashtirdim. Hali bo'rilar ham oy to'lganda o'rlaydi-yu. Ha. Yo'q, statistika shuni aytyapti bizga haqiqatan ham. Bizda juda ko'p ko'rsatkichlarda ball yuqori. Hali penaltilar seriyasida ba'zan biz haqli bo'lmagan jamoalar ham yutib qo'yishadi, unaqa bo'lmadi bugun.